Hop, 16 olingan. Temir 3 A4 moddasining 75% massasi o'ngdagi idishga, demak, mana 75% o'ngdagi idishga. Qolgani esa, demak, 25% chapdagi idishga quyildi. Chap tomondagi idishga 1,12 litr. Demak, chap tomondagi idishga 1,12 litr vodorod gazini qo'ysak, oksidning bir qismi butunlay qaytarildi. Demak, mana bu yerdagi temir 3A4 ni bir qismi butunlay qaytarilibdi va qattiq namunaning massasi 10% ga kamayibdi. Ya'ni temir 3A4 ning massasi 10% ga kamaydi. O'ng tomondagi idishga 200 gram 29% de. Demak, mana qo'shilayotgan xlorkisletani eritmasining massasi 200 gram. Xo'p, mana qo'shilganligi 200 gram 29% ekan. Eritmasi quyilsa necha gram tuz yutilmay qoladi deydi. Demak, tuz yutilmay qolishligi kerak ekan. Hop. Qattiq namunaning massasi 10% ga kamaydi deyapti. Yaxshi. Endi demak, bitta-bitta reaksiya yozib ketamiz. Birinchi ish. Xo'p, birinchi qiladigan ishimiz reaksiyalarni to'g'ri yozib olaylik. 75% o'ngdagi idishga birinchi berib qo'ygan mana 1,12 litrimiz degani 11,2 bo'lgan 0,05 bo'lardi. Endi 1,12 bo'lgani uchun buni moli 0,05 bo'ladi. Mol mana shu borligi uchun mana shu bo'yicha ketamiz. Temir 3A4 plus vodorod bilan qaytariladigan bo'lsa, temir plus H2O hosil bo'ladi. Tenglash maqsadida bu yoqqa 3 qo'ydim. Suvni oldiga 4 qo'ydim. Bu yerga ham 4 qo'ysam reaksiya teng. Endi mana bir qismi butunlay deyapti. Demak, bu ortib qolgan qismi ham bor. Temir 3A4 ni ortib qolgan qismi ham bor. Xo'p, massa 10% ga kamaydi. Massa doim bilib olinglar, tarkibdagi gaz hisobiga kamayadi. Endi misol uchun bu bir qismini qanchadir, 16 deb yozib qo'y. Qanchadir qaytarilish hisobiga massa kamayyapti. Bu yerda o'sha kislorod hisobiga deb olsak to'g'ri keladi. Endi o'ngdagi idish 75, demak buni topsam bu 25% qismi bo'lar ekan. Xo'p, endi yozamiz. Demak, bu yer 0,05 mol 4 mol ketyapti. Ya'ni 0,05 qaydan keldi? Mana bu yerda 1,12 litr deyotgan narsasi bizga 0,05 molni beradi. Endi xo'p, shu bo'yicha massa 10% ga kamayishini topib olaylik. Ya'ni kislorod hisobiga bo'lyapti. Ya'ni misol uchun 4 mol reaksiya kirishganda e'tibor bersak, 4 ketyapti umuman 32 16 4 64 gramga kamayyapti. Xo'p, endi 0,05 mol bo'lganda-chi deganda bu yog'iga x qo'yib turib, massa qanchaga kamayayotganini topib olamiz. 64 ni 0,5 ga ko'paytirganimda 32 bo'lar edi. 0,05 bo'layotgani uchun 3,2 chiqadi. 4 ga bo'lsam, 32 ni 4 ga bo'lsam 8. Demak, 64 dan bunga ko'paytirsak, demak 0,8 degan javob chiqadi. Demak, 0,8 gram. 0,8 gram bu o'sha modda massasini 10% ni beraveradi. 100% bo'lganda dastlabki ikkita moddaning massasi qancha bo'ladi? O'sha 25% qismi desam 8 gram berar ekan. Demak, bu yer 8 gram ekan. Endi ikkinchi idish massasiga o'tamiz. Ikkinchi idish massasiga o'tishdan oldin bu 25% edi. Bu yog'i 75% edi. Demak, 8 gramim 25% bo'lsa, 75im qancha qilamiz desa, yana hisob kitob qiyin emas. Hisoblasa bo'ladi. Bu degani 2 qisqarib 1 ga 3 degani. 8 3 ga ko'paytirsam, demak bu tarafi
24 gram bo'lgan ekan. Demak, qolgan 24 gram temir 3A4. Temir 3A4 plus xlorid kislota bilan reaksiya kirish natijasida temir 2 xlorid plus temir 3 xlorid aralashmasi chiqadi. Plus suv. Reaksiyani tenglaydigan bo'lsak, 1 ga 8 holatda tenglanadi. O'shanda temir 3 xloridni oldiga 2 qo'ysam, 2 kira 3 6 ta, bu bilan 8 ta xlor teng bo'ldi. Suvni oldiga 4 qo'ysam bo'ldi ekan, shunda reaksiya to'g'ri tenglangan hisoblanar ekan. Xo'p, endi bu 75% qismini topib oldik, 24 gram ekan. Endi xlorid kislota qancha olib kelinyapti desa, xlorid kislota eritmasi 200 gram 100% deydi, 29% olib kelinyapti. Masala shartida bor bu narsa. 100% bo'ladigan bo'lsa, bu bilan bu qisqaradi, bu bilan bu qisqarsa 29 ikkitasi 58 bo'ladi. Demak, 58 gram turib tursin. 24 gram bu berilyapti. Umumiy molekulyar massasi xo'p 232 bo'lardi. Umumiy molekulyar massasi. 232 ga xlorid kislotani topamiz. Demak, bu degani 8 ko'paytirilgan 35,5 deyapti. 8 degani 2 ko'paygan 4 degani, to'g'rimi? Xo'p, bu degani 2 ko'paygan 4 ga 35,5 ni ko'paytir deganimi? O'z-o'zidan 4 ko'paygan 7 deganimi bu? 71 deganimi? 35 ni 2 ga ko'paytirsak, 71 ni ya'ni 2 ko'paygan 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 142, 142 ga yana 142 ni qo'shib qo'y degan. Xo'p, o'shanda 284 bo'lar ekan. Demak, 284 gram bu berilyapti. 232 berilgan va bu yerda 24. Bundan qancha hosil bo'lish kerakligini topishimiz kerak ekan. Demak, endi 24 ko'paygan 284 taqsim 232 bo'lar ekan. Xo'p, demak, o'z-o'zidan mana 284 da necha ko'paygan nechaligini bilib oldik, to'g'rimi? Misol uchun 4 ko'paygan 71 deb olib tursam ham bo'ladi. 24 ham o'z-o'zidan 6 ko'paygan 4 ga beraveradi. Buni 232 ni qisqartiradigan bo'lsak, demak, buni necha ko'paytirgan deb olsak bo'ladi. Xo'p, deylik 232 ni 16 ga bo'lib ko'rsak, agar 16 ga bo'lganimda dastlab 1 berardim ekan. 2 bersam 6 ketadi. Xo'p, 13 dan 6 ketadigan bo'lsa, xo'p, 7 bo'ladi. 1 dan 1 kelsa 0. Demak, bu yerga 72. Hop, 4 tasi 64. 4 ta bersam 64 bo'lar ekan. 12 dan 4 ketsa 8. Xo'p, demak bu 16 ga karali emas ekan. Xo'p, karalisini topish uchun 232 ni 2 ga bo'lganimda 131 chiqarimda, 116 chiqardi. 116. Buni ham 2 ga bo'ladigan bo'lsam 58 chiqadi. Demak, 58. Buni ham 2 ga bo'ladigan bo'lsam 29 chiqadi. Demak, 29 ko'paygan 8 qilib olsam ham bo'lar ekan. O'shanda 2 2 4, 4 2 8 da bo'ladi. Mana bitta 2, bitta 2 va bitta 2 bo'ldi. Xo'p, endi hisob kitob qilamiz. Bu 8 bilan bu 4 qisqaradi. Bunga bitta qolsa, bunga 2 ta qoladi. Bu 2 bilan bu 4 qisqaradigan bo'lsa, bu yerda 2 qoladimi? Xo'p, o'shanda bunga 1 qoladi. 29. Demak, bu yerda teng bo'lyapti. 6 kere 2 12 ko'paygan 71 taqsim 29. Xo'p, endi 71 ni 12 ga ko'paytirib, xullas karali qilib chiqaradigan bo'lsak, endi kalkulyator sonlarni chakshanalashdi. Yoki shu holatda ham maydalashtirsak bo'ladi. 23 2 ga bo'linsa, xo'p, 11,5 bo'ladi. 12 2 ga bo'linsa 6 bo'ladi.
Xo'p. Demak, endi shuni ko'paytirib hisoblasak 30,2 degan javob chiqar ekan. Biroz hisob-kitob vaqt oladi, shuning uchun iloji boricha tezroq hisob-kitob qilish kerak. Endi javobni yaxlitlashtirib yozing deb. Demak, javobni yaxlitlashimiz kerak. 30,2 xloriz kislotasi sarflanyapti. Endi ortib qolgani ham bor-da. Dastlab qancha olib kelinadi desa, mana bu yerda 58 olib kelinadi. Demak, 58 minus 30,2 desam, 27,8 chiqadimi? Buni yaxlitlaydigan bo'lsa 28 gram bo'lar ekan. 28 gram berilgan javob B javobda turibdi.